Apa, men baya bir asaratiq do'koniga berib, bir tal qosh tishi setib oldim. Nima? Qosh tishi? Sen asaratiq do'koniga bordingmi? Shundaq. U qosh tishi ko'zimga bekli alaydi ko'ringashga setib oldim. Uning nusxasi bekli o'zgachikan. Osti tarafiga yilonning rasmi tushirilgan ekan. Sen uni qaysi asaratiq do'kondan setib olding? Dilyar menga bir narsa sovg'a qilmoqchi bo'lib, meni ashiyaga qimmatli narsalarni ko'gil apag'an. Biz bir necha asaratiq do'koniga kirgan. Biroq o'zim yoqtirgan narsani topolmay qaytib chiqdim. Shu atrofda xeyli tanqiba Alqut asaratiq do'koniga kirib, bir qosh tishiga ko'zim tushib qoldi. Men uni setib olmoqchi bo'lgan, biroq u yerning xo'jayini menga u qosh tishini haqsiz sovg'a qildi. U xo'jayin dal siz menga gapini qilib bergan Ali shu. Dastlabda uning nimishqa bunday qimmatli narsani menga sovg'a qilganligini bilmagan edim. Keyin o'ylab baqsam, buning biror ma'nosi bordek his qilib qoldim. Shunga sendan so'rab baqay degan. Buni menmi bilmayman qizim. Balkim Alining buni senga sovg'a qilishida boshqacha maqsadi yo'qdir. Yoki sen mening qizim bo'lg'ashqa u narsani sovg'a qilgandu. Bo'ldi, bekash bo'p ketdi. Balduroq aramag'in, a? Ma'qul apa. Xo'sh, dadamga mendan salom etib qo'ygan. Apa, sen azaldan mendan chiqishlarni yoshirib kelding. Lekin Dilmuratning fojiasi orqali senga azor bergim yo'q. Bu ishlar keyinchi oydinlashadi. U shundoq degach, qo'lidagi telefonni kreslog'a tashlab, hujrasiga qarab mangdi. Obida kechilik kiyimlarini almashtirib, monchiga tushib yetish uchun tozliq uyiga kirib ketdi. Bir kunlik hardoq va xizmat besimi haqiqatan uni bakli charchatgan edi. Ali nimishqa uningga qosh tishi sovg'a qiladi. Ajba u Obidaga bir yomon niyati bo'lmayotgandu. Zumrat bu ishlarning tegi-taktiga yetish uchun Aliga telefon urdi. Telefon xeyli uzunda elindi. Ay, Zumrat xonim. Yaqindan buyon bakli kamdidor bo'lib ketdingiz. Qaraganda eringizga bo'lgan sadoqatingiz xeyli cho'nqur ekan, ha? Ali, siz azalda meni kamsitib keldingiz. Bilishingiz kerakki, men yuqori tabiqadan menga bunday hurmatsizlik qilsangiz bo'lmaydi. Bo'ldi, chechilma. Sizga chaqchaq qilib qo'ydim. Qandaq, meni bu kechada izlab qopsiz-ku. Siz qayerda? Asar atiq do'konidami? Voy. Siz buni qandaq bildingiz? Acaba sizmi bu yerga kelmagansiz? Sizning nadligingiz menga ayon, biroq sizning so'raydigan muhim ish. Ayting, Obida bugun asar atiq do'koningizga bordimi? Chaqchaqim menga. Obida shundoq oldirash. Yana kelib qobiliyatli bir kasb egasi bu yerga kelib nima ish qiladi? Bo'ldi, meni aldayman deyman. Obida o'z og'zi bilan sizning do'koningizga borganligini, ya'ni kelib sizning oningga yilonning surati tushirilgan alaydi bir qosh tishi sovg'a qilganligingizni aytdi. Acaba buni inkor qila olamsiz? Shundoq. Qizingiz bakli aqlli ekan. Uni yoqtirib qoldi. U mening angushtarimni yoqtirib qoldi. Shunga uningga pulga sotmay sovuq qildi. Angushtar? Nima angushtarkan u? Siz u narsa to'g'riliq menga hech nima demagan-ku. Zumrat. Bak kashib ketdi. Biz erta aloqa qilishaylik. Xo'sh. Ali, sening qizimga ziyonkashlik qilishingga yo'l qo'ymayman. Obida bek aqlliq, sening hiyli mekrlaringni u bilmay qolamu. Xap. Zumrat doktorxona balkonida lipildab tushayotgan qor ushqunlarga qarab ig'ir tindi. Akbar apandi Zumrat xonimning yo'qligidan foydalanib, telefonni chiqarib birsiga telefon qildi. Voy, Akbar apandi, qanday ahvolingiz? Ha, men yaxshi. Sana aytgan ishni surishtirib oldingmi? Surishtirdim, apandi. Adil apandining kuyovli Shahyar rastili 8 oyning oldida ismini hukumatdan anga oldirib o'zgartirib ekan. Uning asli ismi doktorxona kasallik xotiralariga xotirlanmabdi. U yigit ig'ir yorilinib xotirasini yo'qotgachqa, hech kim uning kimligini isbotlayapti. Amsi o qandoq yorinibdi ekan? Qayerda yorinibdi? Buni surishtirib oldingmi? Yo'q apandi, u yigitni bir Xanzuar ishkirdagi doktorxonaga davolat qilib olib ekan. Keyin saqib salomatligi asliga kelganda Odil apandining qizi ishlaydigan doktorxonaga berib shakl tuzibdi. Undaqda uning shakl tuzishdan burunqi rasmi doktorxona xotirasida bormi ekan? Akbar apandi, bu ishni men chin tutib tekshirdim.
Biroq Guangzhou tarafdagi shakl tuzash doktorxonalarining deyishicha, uning asli chiroyi buzilib ketgan. Biroq to'nig'ili bo'ladigan bo'lib, bemor o'zi aslidagi suratini hech kimga oshkorlamaslikni aytib ekan. Shunga doktorxona bu jihatdagi xotirlarni kompyuter arxividan yuvib chiqarib o'tibdi. Buni faqat shu yigit ham uni davolagan doktor bilishi mumkin. Bo'ldi, sen endi tekshirma. Biroq iliqi Shohyarning orqasiga tushib, tekshirib boq. Uning ish harakatlari cho'qim bir kuni o'zini oshkorlaydi. Ma'qul efendi, salomatligingizni asrang. Shohyar. Hey Shohyar. Gerçi seni ko'rib boqmagan bo'lsam-mu, sening kelib chiqishing sal ko'maqliq. Men Dilmuratning hayot bo'lishini orzu qilaman. Agar Shohyar rostila Dilmurat bo'lsa, u cho'qim o'z salohiyatini yo'shirib, balkim davolash xotirasini yuyitishi, o'zining salohiyatining oshkorlanib qolmasligi uchun Abida bu ishni bilsa bo'lmaydi. U hozir yangi hayotning to'riki, uning mangu yiqilmasligi uchun men uni ostirdan qo'g'dishim kerak. Qahar tushib tomoqni yeb, tunugun klubga billa borgan do'stiga telefon qildi. Vay, Doniyor, sen nada? Tunugun menga qaramayli qechibsan, ha? Yo'q, ey, og'ina, natki gapni qilmag'ina. Tunugun aroqni sal ko'p ichib qo'yibdimi? Hech narsa esimda yo'q deyina. Tunugun aroqning ta'siridan hozirgacha beshim og'riyotdi. Bugun vaqting bormi? Billi yana Mario klubiga berib kelsak qandaq? Ohoy. Tunugun xeyli ko'p pul tutqa o'xshamabsan, ha? Ajab yana bog'unga qapdi-ku. Undaqmi emas? Tunugun meni nasbasdi. Bugun omadim keladigandek his qilyapman. Shundaqmi? Amsa puling bormi? Sen tunugun meni mehmon qilaman demaganmiding? Bugun menga ozroq qarz berib tur. Putib olsam, sangami foyda ayirib beraman. Voy, bo'ldi qila og'ina. Sen bilmaysan, undaq klubda ishlaydigan qimavozlar bu ishga bek usta. Sen ularni yengolmaysan. Eng yaxshisi, biz boshqa bir joyga berib toza ichishgash, chiroyli qizlardan bir nechini amroq qilib olaylik. Qandaq? Hey Doniyor, sen nimanda qiz bolaga to'ymaydigan nemisan? Sana deb qo'yay, pul bo'lsa, qiz bola hamma yerda bor. Agar puling bo'lmasa, ko'chadagi tilanchimiz seni ko'zga ilmaydi. Sen eng yaxshisi jiqroq pul topadigan ishni qil, ha? Undaqda sayitgan pul tep hissadi nima? Qimar o'ynashma? Ma'qul. Bugun men sen bilan birga berish beray. Boyoq pul desang, menda uncha ko'p pul yo'q. Qahar bu gapni anglab, hech nima demasdan telefonni qo'yib-etdi. O'tkir. Pul bor chog'da hamma menga xushomad qilasan. Endi pulim yo'q, ozroq so'rab qo'ysam, birazingdanmi chiqmadi? Men ko'p pul tepib, har qaysinga o'zimning qandoqligimni bir ko'rsatib qo'ymasam. Javlan u bermaydi. Uning 200 ming pulini yo'q qildi. Yana so'rasam bermasligi aniq. Zot qanday qilsam bo'ladi? Ha, to'g'ri. Sarishlikdi ham dadamning boyligi aslida menga mansub. Men bu boyliklardan foydalansam, hech kimning ishi bo'lmaydi. Men nima degan aql? U shundoq deb so'z kulimsirab qo'ydi-da, osta mashinasini qo'zg'itib, uy tarafga haydadi. Qahar dacha atrofida mashinasini to'xtatdi. U aloqazodalik bilan atrofga qarab o'tib, ondan uyga kirdi. Qahar uyga kirib atrofni biraqur kuzatib o'tgandan keyin oldirab tinib uy ichini oqtirdi. Mehmonxona va boshqa uylardan pulga lozimlik bilan narsani topolmagan Qahar ko'zining quyruqida dadasining hujrasiga qaradi. Kechirgin dada. Mendimi amal yo'q. Mushu bir ketim o'g'limga fursat ber. U asta eshikni ittirib ichiga kirdi. Hujra uy shunchalik pokiz ham tinish edi. Necha yillik tanholikda o'tgan Anqar afandining birdan bir tasligohi bo'lgan bu hujra balkim uningga nisbatan bir qimmatli boylik hisoblansa kerak. Qahar timiz qilib yurib, hujra uyning ishkoblarini oqtirib ko'rdi. U hech nima topolmay karvat beshiga keldi-da, karvatning ishkobini taraqshib ochdi. Ustidagi ishkobning ustida bir qilin albom turardi. Qahar albomni qayirib ichib, tafsili oqtirdi. U ikkinchi tartmadimi kerak narsa topolmay turganida bir parcha surat yerga tushib ketdi. Qahar suratni oldirab elib, tatmaga salmoqchi bo'ldi. Opasining tabassum iligida qargan chiroydan qo'llari bo'shib ketdi. Opa, balkim bu ishlarimni ko'rib, mendan nafratlanayotgansan. Bilaman, men xato qilyapman.
lekin menga amal yo'q. U shundoq deb ustunki tatmadagi albomni ilib varaqladi. Bir oilik kishilarning baxtli simasini tapqili bo'ldigan bu albomda Qahar burunqi aslimisini tapqandek ko'z yoshlari mangizdan bo'ylab to'kildi. U albomni tafsiliy ko'rib chiqqandan keyin opasining rasmini eng oxirgi betdagi bir parcha rasmga qistirib qo'ydi. Qahar jarohatlangan qalbiga albomni ching bosdi. Dada, bilaman. Sen meni yaxshi ko'rasan, biroq men yaxshi farzand bo'laman. Mushu oxirgi ketib, men cho'qim o'tirayotgan barliq pullarimni qaytarib kelaman. Qahar albomni ustinki ishkabga avoylab silib, bir pas ko'z yish qildi. U o'z ishidan norozi bo'lsa-mu, o'zining yengilginiga tan bermayotdi. Qahar yana aldirash denash axtirishni davomlashtirdi. U oxiri kiyim ishkavining eng ostinki ishkabdan uy xitini topdi. Bu mening eng oxirgi tanlashim. Men cho'qim o'taman. Qahar hech nimga pisand qilmasdan uy xitini elib, Anqar apandining hujurasidan chiqdi. U uy xitini aynak ustalga qo'yib, hujurasiga kirib material sumkasini ko'tarib chiqdi. Ali, qarab tur. Sening meni vayron qilib o'tishingga qarab turmay. U uy xitini sumkasiga solg'ach, telefonning sin va ovoz ilish apparatini to'g'irlab qo'ydi. Ali, bugun yo men o'taman, yoki sen bilan tang mag'lub bo'laman. Eng yaxshisi klubga kechrak boray. Avval doktorxonaga berib dadamni yo'qlab kelay. Uni ko'rmagili uzun bo'pti. Qahar mashinasini haydab doktorxonaga mangdi. U sho'x muzikani yangirtib, beshini muzikaga tankashlangishdi. Mashinasining surati tez bo'lg'achqa, u 10 minutli doktorxonaga keldi. Qahar sumkasini olmay, o'zi mashinasidan tushib, atrofga qarab yenik o'ksindi. Dadam meni ko'zi cho'qim yana og'rinadi. Bu ketim sal tamkinroq bo'laydi. U yeni qadamlar bilan dodsi yotgan binosiga qarab mangdi. Anqar apandi xeyli yaxshi bo'lib qolgan bo'lib, qo'shni yotoqdagi o'z bilan tang dematlik bir kishi bilan paranglashib o'tirgan edi. Qahar yotoqqa kirishi bilan ularning parangi o'zildi. Anqar Qaharning tuyuqsiz paydo bo'lib qolganiga qarab, birda xo'shal bo'lsa, birda ochiq keldi. Keldingmi? Dada, xeyli yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshi. Sen xeyli menga ko'ngil bo'ldikansan, ha? Men texi mening birla o'g'lim, ya'ni Javlonli menga ko'ngil bo'ladi debdikanman. Dada, endi meni ayblamasan. Sen Elima shirkatning oltin tamg'asini Javlonga topshirib, mendek o'g'lingni unutib ketding. Men bu ishlarga parvo qilmay yuryapman. Sen Javlondek shirkatni yaxshi boshqargan bo'lsang, oltin tamg'a sening qo'lingda bo'lgan bo'ladi. Hey, qarg'ina abdinga. Ko'zlaringning ko'risi qardab ketibdi. Bu necha kun nalada yurdim, ha? O'zing bilasan. Qahar, men sening dadam. Seni boshqarish yo'lim bor. Lekin men hozir Bo'ldi dada, xafalig'ini. Men shu qonda qilganda o'zimni tuzab, yaxshi yashashning usullarini izlanyapman. Aslida men bu xeyli tirishqan. Oldingi qitimliq mag'lubiyatdan keyin baklar tushkunlashib ketdim. Buni senmi to'g'ri tushungan? Qahar, mening seni qanchalik yaxshi ko'rdiganligimni bilmaysan. Sen faqat meni o'sha kichik vaqtlaringdagi aslimalaringdan qodili deb qaraysan. Shuni bilishing kerakki, sen men uchun intayin muhim. Seni kichikingdan yolg'iz beqib cho'ng qildim. Sening ra'yingga boqdim. Balkim kichik chig'ingdala tarbiyani kuchaytmagan gunoh o'zimda bo'lishi mumkin. Biroq shuni bilginki, men yilimi seni bola vaqtingdagidek shunchalik yaxshi ko'raman, o'g'lim. Sen mening birdan bir varisim. Sendan kutadiganim Javlonga yordamlashib shirkatning gullanishiga moslashib. Javlonmo hisobda mening yerim o'g'lim. Sen uningdan og'rinma. Men senga omroq, buni bilamsan. Dada, men cho'qim sen deganda qilaman. Biroq hozir emas. Mening qiladigan muhim ishim bor. Shu ish tutsa, men sen deganda qilaman. Ma'qul o'g'lim.
Meni hargiz ümidsizlandirma. Çataq yo'q dada. Əmisi mən mangay. Seni əti yana yo'qlab kelaman. Qahar Anqarning qo'yitishga qiymagan barmoqlaridan qo'llarini ajratib, gap so'zsiz yotoqdan chiqib ketdi. Amaliyotda umi o'zining dadisiga yuz kelolmaydiganligini bilatdi. Biroq turmushning sinoqlari uni ba'zi xatoliklardan to'sib qola olmaydi. Anqar Qahar chiqib ketgandan keyin ko'z yoshi qildi. Dilnoz, o'g'limizni yaxshi tarbiyalamadim. Agar siz bo'lgan bo'lsangiz, o'g'lim bundoq bo'lmas bo'lg'aydi. Men bu bundoq g'ayribliq ishini yolg'iz yashamas bo'lg'aydi. Dada, meni kechirgin. Men sana yuz kelolmayman. Qahar ig'ir birni tinib, mashinasini haydab Mario klubiga qarab mangdi. Saat 4ga yaqinlab qolgan bo'lib, havoning sovuq bo'lishiga qaramay, ko'chada odamlar bekli ko'p edi. Qahar o'zi yolg'iz Mario klubiga keldi. Klubda odamlar ko'p emas bo'lib, bu yer asosiy kechda bakrak qiziydi. Qahar atrofni bir pas kuzatdi. Meningcha mushu eng yaxshi payt. Kechida ular hiyla ishlatishi mumkin. Qahar yindiki somkasiga qarab qo'ydi-da, mashinani muvofiq joyiga to'xtatib, somkasini esib kulib eshik yiniga keldi. Eshik yindiki yigit Qaharni to'naydigan bo'lib salom qildi. Voy, Qahar Bekzada. Bugun bekla baldir ketib qopsiz-ku. Biror muhim ishingiz bormi? Albatta muhim ishim bor. Cho'ng savdo degan, ha? Xo'jayining bormi? Xo'jayin yo'q. Biroq qimar o'yinsingiz ustamlar tayyor. Ha, sen bu yerga obdan qara. Bo'lmasa keyin chataq chiqsa, bu ishik baqarlik vazifangdanmi qurib qolasan. Qahar masxirlik kulguncha ichiga qarab mangdi. Bayqi yigitning bu gapdan ochiq kelib, Qaharning orqasidan qaradi. Senmi tayyorlik narsa? Ey, dadangning puli bo'lmasa, menchilik ishik baqami bo'lolmayding sen. Ichi bakmo avat emas bo'lib, bir necha xaridaga qizlar hamroh bo'lib, haraq ichishayotgan edi. Bir mulozim yigit Qaharning yoniga keldi. "Efendim, sizga qanaq mulozimat lozim?" Xo'jayiningni chaqir. Mening uning bilan qiladigan muhim sodam bor. "Efendi, xo'jayin kelmadi. Agar sizga boshqa kerak mulozimat lozim bo'lsa, men bu yerga mas'ul tursunkamni chaqasammi bo'ladi?" Ma'qul. Sen menga avval bir istakan oplisin sharbati akilib ber. Ondan eliqqa boshqurg'uchini chaqir. Boshqurg'uchi hozirlik keladi. Ozroq saqlab turing. Yigit beshini egib ketib qoldi. Birdamdan keyin bo'ylari egiz, qanşarlıq kalpiklari qilin, yuz sal qaramtul, tambal bir erning Qaharning yoniga kelib salom qildi. Yaxshimsiz? Siz bu yerning boshqurg'uchisimi? Shundaq. Siz koni xaridami yoki yangidan keldingizmi? Men Ali akamning yaqin sherigi. U men to'g'riliq gap qilib bermabdi-kanda. Men bu yerga tunugun kelgan. U chaqda sizni ko'mabdi-ekanman. Tunugun yo'q. Men sizni ko'rib boqmabdi ekanman. Qanday bugun Ali akamni biror ish uchun izlab kelganman? Men intayin muhim ish bilan kelgan. İmkon bo'lsa Ali akam o'zi kelgan bo'lsa.